Qizlar, birato'la men qirqani ham ko'rsatib ketay. Hozir bir ikkita joyini aytmay ketibman. Orqani teparoq 24 olishni aytibman-ku, mana bu orqa garlavidan 4 sm o'yilishni aytmoqman. 2 o'yib yurmanglar, 4 sm o'yishinglar kerak bo'ladi. Mana bu joy xullas 7 emas, 8 atrofida bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, men bel tomondan shunaqa qilib 1,5 sm o'yib kirib ketib, sal yedirib, mana ko'rdinglarmi, sal kurak chiqarib oldim. Endi qaranglar, bu holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu joydan 1 sm kirishinglar shart emas, chunki o'ta ingichka bo'lib ketadi. Agarda bu joylar yo'q bo'ladigan bo'lsa, shundagina mana bu vitichkani olib tashlaysizlar. Oldiga o'xshab turib 1 sm, 2 sm ni ikki tomonga bo'lib turib, sal yedirib shunaqa olib tashlaysizlar. Endi uning uchun mana bu orqadagi mana buni o'ymagan to'g'ri holatda bo'lishi kerak. Mana bu joyda vitichka bo'ladigan bo'lsa. Endi qaranglar, mana bu endi birinchi ko'rsatib bergan Karloevskiy stilimdagi 15 sm dan keyin 10 sm ga shunday ulaysiz. Bu mana bu qarang, mana tumola bo'lib chiqib qoladi-da, shuni qizlar olib tashlaysizlar mana bu joyini. Orqada ko'krak yo'q, ko'krak bo'lish kerak emas, lopatka usulda bo'lib qolish kerak. Mana ko'rdingizmi? Mashincha joyini olib tashlaysizlar mana. Mashincha joyini olib tashlanglar. Bu lichniy bo'ladi qizlar, keyin ishib do'nqayib qoladi. Mana shuni shunday qilib tiksanglar, mana bu joyini tiksanglar, o'zi mana bu joydan vitichka kelib chiqadi. Shunda belinglar zo'r bo'lib chiqadi. Endi mana bu to'g'rini ham tushungandirsizlar. Yoki bo'lmasa mana bu joydan shunday bir-biriga ulab olgan, mana shunday ulangan joygacha qilib, mana bunday kaketga qiladigan bo'lsanglar ham, orqa tatyanka shundaqa kelib chiqadi qizlar. Endi qaranglar, mana bu joydan buni ham ko'rsatganman. Oldini xuddi shunday kesib olib turib, mana bu ulangan holatda bo'lsa, shunday orasidan ochib olsanglar, yana bitta kelib chiqadi. Keyin aytmoqchi qizlar, shu yerda bir narsa aytib ketay, aytmoqchi. Men oldida aytmabman, hozir tushuntirib ketaman shu yerdan. Qizlar, kaketka uchun mana bu 10 sm bor-ku, mana bu 10 sm. Xuddi shuni mana bu joydan boshlab, 25 gacha yoki 24 gacha zo'r kaketka bo'ladi. Olsanglar, mana bu joydan o'lchab, mana o'zi qancha tushganmiz, shu yergacha 20 gacha, 24 gacha tushganmiz-ku. Mana shu 12-15 sm bor-ku, shu yerdan shunday tanlab turib, bunday yumaloq qilsanglar kaketka kelib chiqadi qizlar. Keyin mana bu tomoni kaketkalik ko'ylagimizni, belim qani tezda ko'rsatib beray shuni. Mana bu 10 sm dedik-ku, shunda bir 5 sm tushsanglar, 15-18 gacha tushsanglar bo'ladi-da. Mana bu oldi tomonini mana shu 24-25 qilganmiz-ku, 24 qo'ltiqqacha shu yer bo'ladi-da. Shuni yumaloq qilib turib, mana shunaqa qilsanglar, mana ko'rsatib qo'ydim. Mana qo'ltiq tomondan bir 14-15 sm ga tushasizda, mana shu yerdan. Keyin mana bu oldi tomoni o'sha qo'ltiqqa tushgan 24 yoki 25 bo'yicha qoladida. Qani shunday qilib kesib olsangiz, mana kaketga kelib chiqadi. Kaketka ko'ylaklar bor-ku, shuni shunday kesib olasizda. Shu andozani endi bitta andozani olib hamma narsada ishlatsangiz bo'laveradi qizlar. Mana shunday, mana bular endi lichniy kerak emas bizga. Mana tepadagi kaketga kelib chiqdi. Oldin ham xuddi shunaqa qilib olasizlar. Endi mana bu etagidagi andoza bor-ku, mana shu joy xuddi shunday qolsin-da. Oldi tomonga bir g'arch qo'shasizmi, ikki g'arch qo'shasizmi, shunday bo'yicha qo'shasiz. Shu yumaloq bo'yicha ketaveradi. Mana shu o'zbekcha kaketga ko'ylak bo'ladi. Oldi tomoni shu mana bu joy yelkasidan 1 sm da ovorib, garlavinani olsangiz bo'ldi. Shunaqa qizlar, Alloh manfaatli qilsin. Yaxshi kunlarda kiyadigan ko'ylaklarni tikishlik nasib qilsin. Muslimalarga xizmat qiladigan manfaatli bilimlar bo'lsin. Hammanglarning e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.